Shoshilinch xabar. Jahongir Otajonovning Yulduz Usmonova haqida aytgan gaplari ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Yulduz Usmonova bilan duet aytmayman, chunki uni shaxs o'laroq hurmat qilmayman, deydi Jahongir Otajonov. Mashhur san'atkor Jahongir Otajonov yaqinda o'tkazilgan intervyusida duet ijrosi haqida o'z qarashlarini bildirib o'tdi. Duet kim bilan aytaman? Masalan, hozir jonli ijroda hech kim ashula aytmayapti, deydi Jahongir Otajonov. Jurnalist misol sifatida Yulduz Usmonovani tilga oldi. Endi Yulduz Usmonova yaxshi san'atkor. Har doim uni san'atkor sifatida qadrlaganman deya qo'shimcha qildi Jahongir Otajonov. Jurnalist Gulsanam Mamazoitovani ham eslatdi. Otajonov shunday javob berdi: Gulsanam haqida boshqa safar gaplashamiz, lekin Yulduz Usmonova meni shaxs sifatida qoniqtirmaydi. Shu sababli men u bilan duet aytmayman. Endi u ham men bilan ashula aytishga tayyor deb ayta olmayman. San'at uslubiga keladigan bo'lsak, ha, san'ati yoqadi. Hozirgacha yaxshi kelyapti. Shuning uchun yaxshi san'atkor deb hisoblayman. Biz san'atkormiz. Odamlarga ma'naviy ozuqa berishimiz uchun har tomonlama hisobimizni olishimiz zarur. Yulduz Usmonova bilan ashula aytganimda, bu ashula zo'r bo'ladi deb pul topish uchun emas. Butun yozilgan ashula uzoq yillar davomida insonni o'zi sezmagan holda muxlislarga ozuqa berishi kerak, deydi Jahongir Otajonov.